o'zimizni oshqovog'i urug'i. Men qayta aytyapman shu narsani. O'zimizni oshqovog'i urug'ini yaxshilab shaqillagan holatda quritib, kofemolkada un qilib maydalab, agar 3 yoshdan 10 yoshgacha bo'lsa, har kuni kechqurun bir osh qoshig'ini to'ldirib, 150 gram qaynatilib ilitilgan suvga solib aralashtirib, mikserda yaxshilab uni chechevitsa holatiga keltirib, kasha qilib turib demoqchimanda, kechasi ertalab 10 kun bering va bir tomchi shirinlik mumkin emas. Sut, qatiq, qaymoq, tuxum ham mumkin emas. Hamma o'sha qurtlardan xalos bo'ladi inshaalloh, Xudo xolasa. Va unga agar juda ham bir o'tkir, xronitskiy bo'lib ketgan bo'lsa, o'zimizni oddiy qora zira, o'shandan yarim choy qoshiq un holatiga keltirib qo'shib yuboringlar. Kichkinalarga 50 gramdan beringlar. Hamma qurtlardan xalos bo'ladi. Agar shuni qila olmasanglar, ya'ni tayyorlay olmasanglar, mana bizda kompleksning bor. Bu nima? Bu o'sha lyambila bo'ladimi, ostritsa bo'ladimi, a'zolardagi, qondagi qurtlarni hammasini butkul yo'q qilib tozalovchi mahsulotimiz. Mana darakdan yozinglar, olinglar, iste'mol qilinglar. Iste'mol qilganlar bor. Mana qancha insonlar yozib rahmatlar aytishyapti. Yoki undan yoki bundan foydalanib o'sha farzandlaringizga va o'zingizdagi qurtlardan xalos bo'lishga yordam bering.